Assalomu alaykum. Biz sizlar bilan bugun mana shu Minecraftda survival qilib ko'ramiz. Hammasi noldan boshlaymiz. Xo'sh. Bu versiyada temir topish osonda. O'shaning uchun bu versiyani men tanladim. Xo'sh, obunachilar, men 30 ta obunachiga erishmoqchiman. Kanalimga obuna bo'linglar va like'im ham 300 taga chiqmoqchi. Ya'ni mening like'im 262 ta unaqaga chiqmoqchiman. 300 taga chiqmoqchiman. Obunalarim esa 30 ta, 24 ta. Obunalarimni ham ko'paytirishim kerak. Shuning uchun obuna bo'ling. Aytgancha Minecraft birinchi boshlaganlar qanday kuchayishni bilmaydi. Birinchi bo'lib daraxt chopadi, keyin esa mana bu yerga kiradi. Kirgandan keyin mana shu versak deysiz. Keyin buni qo'yadi yerga, keyin buni shartta kirga yasaydi. Kirga yasagandan keyin versak yasay sindiradi. Sindirgandan keyin pastga tushadi va mana bu blok sindira olmaydi, qiynalib, lekin mana bu kirgan esa bemalol sindira oladi. Shuning uchun u bunda hayron qoladi, bunga kuchayishni boshlaydi darrov. Keyin esa bu shartta versakni qo'yish kerak, keyin esa kirga yasash kerak. Undan keyin esa tosh quvlab tez sindiradi, tosh kirga toshdi. Bunaqa qilib keyin xohlagan narsalarni qilsa, qilich o'rta belkurak, xo'sh. Birinchi bo'lib taxtadan kirga keyin xohlagan narsalaringizni yasashni maslahat beraman, chunki kirga birinchi sizlar keyin toshga kuchaysizlar qanaqa. Shuning uchun ham xullas tushundilar. Xo'sh. Kuchayamiz, undan keyin bitta shaxta topsak zo'r bo'ladi. Men topishga harakat qilaman. Ovqat. Ovqat. Yotoqlarimiz masxal bor. Shekilli. U aynan 3 ta. Esa aynan 3 ta kerak. Mana. Shuni tushibdi, qani ko'raychi, aynan 3 ta. Xo'sh, bizga keragi tushibdi. Yana ovqat. Bitta shaxta olamiz. Mana bu shaxtaga o'xshab ko'rinyapti menimcha. Menga shunaqa tuyulyaptimi? Xo'sh, biz shaxta topganga o'xshaymiz. Menimcha shaxta biz oddiy shunchaki. Yo'q, o shaxta emas ekan. Mayli, bir-ikki unaqa ko'rakchi harakat. Balkim temir bordir. Temir yo'q. Temirga qanday kuchayamiz endi? Axir bu yerlarga temir yo'q shekilli. Xo'sh, men biroz shaxta topishga harakat qilaman va men shaxta topganga o'xshayman. Xo'sh, mana bu shaxta deb bo'lamiz. Keyin bu yerga qanday yo'l qilamiz? Hozir 1 minutasi do'stlar. Men videoni to'xtatib turaman shu joyda. Xabar bo'lmaysizlar deb umidaman. Men to'xtatib bo'lmayman. Hozir to'xtatamiz. Mana bu.